Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Xalq banki hamkorligida Andijon viloyati Asaka tumani Mirzobod MF 875-kontratga amalga oshirilmoqda. Bu yerda sarimsoq piyoz ekilgan. Maydoni jami 10 gektardan iborat bo'lib, uzunligi 500 metr, bo'yi 200 metrni tashkil qiladi. Bu yerda ekinlar zamonaviy usul bilan parvarishlanmoqda. Yetishtirish 180 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 30 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bitta dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 15 gektardan yer maydoni to'g'ri kelyapti. Xo'p, loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Mirzobodlik Mirzayusuf Oltin dalasi fermer xo'jaligi tomonidan ishlab chiqilgan kooperativ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 3 tonna, jami 90 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarini daromadini yanada oshirib borish belgilab o'tilgan. Hozirda sarimsoq piyozlar mana ishchilar ishlayapti bu yerda. Boshqa sarimsoq piyozlar mana tayyor bo'lib qolgan holatda. Yerni chegaralari bu yerda. Ishchilar ishlashmoqda hozir.